Boylik va uni to'plashga tashnalik. Nafsning kasalliklaridan yana biri bu foniy dunyoga mahkam yopishib olib, boylik ortidan tinmay qo'sh sanaladi. Muolaja uslubi. Banda nafsini qanoatga o'rgatishi va mol dunyoga ochko'z bo'lishni yengish uchun bu dunyoning o'tkinchi ekanini va o'limdan keyin haqiqiy hayot kutayotganini yodda tutishi kerak. Aqlli odam abadiy hayotda baxtli yashashga intiladi. Bu yo'ldagi bekatlardan biridagina baxtli bo'lish uchun harakat qilmaydi. Bu dunyo vaqtincha. Unda hech kim abadiy qolmaydi. Shuning uchun oqil inson safarning oxirida o'zi yashaydigan dunyosini farovonligiga erishish uchun harakat qilishi kerak. Alloh taolo ogohlantiradi. Bilingizki, bu dunyo hayoti faqat o'yin, behudalik, zinat, o'zaro faxrlanish va mol dunyo hamda farzandlarni ko'paytirishdan iboratdir. Hadid surasi 20-oyat. Balki sizlar bu dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yursiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Ala surasi 16-17-oyatlar. Bu dunyo hayoti faqat behuda o'yin kulgudir. Taqvolilar uchun esa oxirat diyori yaxshidir. Aql yuritmaysizlarmi? An'om surasi 32-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oqil nafsini hisob qilib, o'limdan keyin uchun amal qilgan kishidir deganlar. Imom Ahmad, Imom Termiziy rivoyati. Shaddod ibn Avs roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi. Oqil o'z nafsini hisob qilib, o'limdan keyingi oxirat hayoti uchun amal qiladi. Ojiz esa nafsi havosiga tobe bo'lib, Allohdan umid qiluvchi kishidir. Imom Termiziy, Ibn Moja, Imom Ahmad, Imom Bayhaqiy, Imom Tabaroniy va Imom Hakim rivoyati. Nafsni hisob qilish deganda, banda qiyomat kuni hisob qilinmasidan oldin dunyodalik chog'ida yaxshi va yomon amallarni sarhisob qilib, o'zini tergashi, yaxshi amallarni yanada ko'paytirishi, yomon amallardan tiyilishi, gunohlariga tavba qilishi tushuniladi. Muhammad al-Muborak Furiy Tuhfatul Ahfaziy kitobida ushbu hadisni quyidagicha sharhlaydi. Oqil barcha ishlarni oqibatiga nazar solgan holda puxta amalga oshiradi va shu bilan birga mudom o'z nafsini tergaydi. Nafsini qattiq nazorat qilish bilan uni o'ziga bo'ysundiradi. Natijada nafs bandaga itoat etuvchi xokisor nafsga aylanadi. Shuningdek, oqil oxiratda najot topishi uchun tirikligida solih amallarni qiladi. Ojiz esa o'zini shahvatlarga qul bo'lishdan tutib tura olmaydi. Natijada u harom ishlar atrofida o'ralashib qoladi. Bunday banda qilar ishni qilib bo'lgach, gunohga qo'l uradi. Hatto o'zini noqulay his qilmaydi. Balki Alloh mening gunohlarimni kechirib yuboradi deb Allohdan umid qiladi. Tibiy rahmatullohi alayh aytadi: Ojizning havoyi nafsi o'zidan ustun keladi. U nafsi xohlagan ishni qilib ketaveradi. Ustiga ustak keyin istig'for va tavba qilmay jannatga kirishni orzu qiladi. Hasan Basriy rahimahulloh va o'zini tergab turish odati bo'lgan banda doimo yaxshilikda bardavom bo'ladi degan. Abdulloh ibn Umar aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki yelkamdan tutib, bu dunyoda musofir yoki yo'lovchi kabi bo'l dedilar. Ibn Umar aytadi: Kech tushsa tong otishini kutma. Tong kelsa kech tushishini. Sog' vaqtingdan kasallik kelguncha foydalanib qol. Hayotingdan esa o'lim kelgunicha. Imom Buxoriy rivoyati. Dunyo vaqtinchalik, juda oz fursat ekaniga ishora qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening nazdimda dunyo
go'yo yoz issig'ida bir otlik yo'lovchi bir daraxt soyasida ozgina dam olib, so'ngra ketgani kabidir deganlar. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Men bilan dunyo o'rtasida nima bo'lishi mumkin? Men bilan dunyoni misoli daraxt soyasida uxlab olib, so'ng uni tark qilib jo'nagan otliqqa o'xshaydi. Imom Termiziy rivoyati.